Assalomu alaykum obunachilar. Hozir yana Umaxonimga kelganmiz. Umaxonim xolodilnikini freon zapravka qilamiz. Bunda bo'lgan holatlar o'tichga bo'lgan pichoqda teshib qo'yishibdi. Buni hozir teshigini svarka qilib yamab, filtrlarni almashtirib freon zapravkalarni qilib beramiz. Xolodilnikimiz teshigini yamadik. Muzlatishlari zo'r. Hamma yoq qiruv yig'yapti. Xolodilnikimizni filtrini almashtirib bo'ldik. Yangi filtrlar qo'ydik. Hozir freon zapravka jarayonida freonlarni berdik. Xudo xolisa rezultatini ko'rdinglar. Cho'tki chiqib xolodilnikimiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar.